Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, do'stlar. Bugun biz Andijon viloyati Paxtabod tumani Xayrovod mahallasiga yetib keldik. Akalarimizdan xudo xolasa bugun mana tunuka fonlarni xudo xolasa patolog qilingan, devorlarga utuplit qilingan, narxlari qanaqa bo'lyapti, xudo xolasa shularni sizlarga batafsil yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, ukalar, agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizni rivoji uchun bittadan like bosib, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Akalar, xudo xolasa biz har kuni video chiqarish arafasidamiz. Kunda chiqaryapmiz qo'ldan kelgancha. Mol bozor, keyin bunaqa ustalarni ham xudo xolasa qilinayotgan ishlarni narxlarini yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Ustakalarimiz agar tunuka fon bo'ladigan bo'lsa, hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib qilishadigan akalar. Agar dekor plus bo'ladigan bo'lsa, uyda egasi materiallarni olib berar ekan, xudo xolasa kvadrat metrlarini qanchadan qilishyapti, shularni sizlarga batafsil yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, tomog'imda jinday og'riq bor hali ham. Kecha ham aytganman, xudo xolasa shuni aybga buyurmaysizlar. Akalar, xudo xolasa biz davom etyapmiz. Xo'p, akalar, xudo xolasa ustakalarimizdan narx-navolarni bir chekkadan surishtirib sizlarga yetkazib beramiz. Aka, charchamayapsizmi usta bola? Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Usta bola, hozir bular qanaqa poson, mana shu patologdan boshlaydigan bo'lsak? Hozir Decor Plus patologimiz oddiy poson, bitta borti bor. Egasi bort aylangan oddiy poson Decor Plusdan. Xo'p. Bularda ham tepalari utuplit qilinganmi yo? Utuplit qilingan, steklolatalar tashlab, to'kalar qo'yilib. Xo'p, xonamiz nechiga nechi bu xonamiz? Bunisi 4 ga 3 ga 70. 4 ga 3 ga 70 akalar. Xudo xolasa devorlari ham mana ichkarlari utuplit bo'lgan. Gipsokardonni orqasiga rekan to'qib utuplit qilingan. Narxlari qanaqadan bo'lyapti aka bular? Narxlari utuplit ichida 45 ming so'mdan qilyapmiz gipsokardonni. Gipsokardonni utuplit ichida 45 mingdan ustakalarimiz qilyapti. Patologchi bular. Patologimiz 40 ming so'm, mana shu xonaniki. Bu xonaniki qancha? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Bu xonaga keladigan bo'lsak-chi, bu xona ham ko'rayotgan bo'lsa akalar, suvetlarimiz yo'q ekan, iloji boricha ko'rsatib o'tishga harakat qilyapmiz. Bu poson qanaqa? Bu ham oddiy posonmi? Bortidan tashqari ham o'rtasida posonlari bor. Bunisi 50 ming so'mlik poson. 50 ming so'mlik. Kvadrat metrga aytilyapti hozir. Devorlar aytib o'tildi. Agar utuplit bo'lsa 40 qancha? 45 ming? 45 ming. Utuplit bo'lmaydigan bo'lsa 40 ming so'm. 40 ming so'mdan qilib berishar ekan. Akalar, hozir tepalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Tepalarda boshqacha qilib patologlar qilingan. Bu xonamiz nechiga nechi bu? Bunisi 5 metrga 3 ga 70. Uzunasi 5 metr, eniga 3 ga 70. Shu yerga hozir o'rtacha qancha mablag' ketyapti? Uyda egasi olib beradi? Uyda egasi hamma yo'lda olib beryapti. Biz xizmatimizga olyapmiz. Xizmatiga uyda egalari hamma materialni olib beradi akalar. Agar tunuka fon bo'ladigan bo'lsa, hamma yo'q ichida qanaqadan bo'lyapti hozir? Hamma yo'q ichida 120 ming so'mdan oddiy poson bo'lyapti. 0.37 lik listi. Rangini farqisi yo'q. Agar tunuka fon bo'ladigan bo'lsa, Nerjavekka qo'shilib qolsa, unga ichiga qo'shiladi. 130 ming, 140 ming aylanib qoladi. Nerjavekka. Bu haligi gullikda endi nerjavekka. Xo'p, biz endi tepalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu koridorlarda ham koridor uzunasi nechiga bo'lgan bu? 16 metrga 2 metr. 16 metrga akalar 2 metrlik koridorimiz. Patolog hozir bo'layotgan jarayoni. Bu yerga hozir reyka qoqiladi, bu yerga. Reykasi qoqiladi bu yerga. Bu yerga hozir reykasi qoqiladi. Xudo xolasa, buniki qanaqa narxdan chiqyapti aka? Bunisi ham 40 ming so'mdan qilinyapti. 40 ming so'mdan oddiy poson. ichida. Mo pastda ham ko'rsatib qo'yaylik, birato'la. Xo'p, bu yerimizda ham suvet yo'q. Xudo xolasa, chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Bu qanaqa patolog bu? Bunisi NDFdan aka. NDF materialdan qilingan. Materialdan qilingan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, akalar, qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bular qanaqadan qilinyapti? Materiallari buni ham uyda egasi olib beradi, shunda. Shuni ham o'ydirib, gullarni roverda o'yib beradi.
Aha. olib kelib qo'yilyapti. Xizmat haqqi qanaqa Xizmat bo'lyapti? haqqi 50 ming so'mdan shunisi hozir. Ha, buni ham utuplit bor Ha, tepasida. utuplit bor. Hozir bu yerda hamma yerda utuplit Hamma yoq qilingan. qilingan. Ikkinchi etajda ham akalar xonalar bor, xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. U tomonlarini ham utuplit qilib, akalarimiz chiroyli qilib qilishgan. Buni narxini qancha dedingiz? Bunisi 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan kvadrat metri. Uyda egasi hamma yoqda olib beradi. Shu 50 ming so'mga usta haqqi bo'ladi. Endi tepaga chiqadigan bo'lsa ham, plyampalarni ham o'zingizlar qilgansizlar O'zimiz bularni. qilganmiz, ularni ham. Bular qanaqa hisoblanadi? Metrgami yo bitta Pog'onasi hisoblanadi. Aha. 180 ming so'mdan qilingan mana bitta pog'onasi. Bitta pog'onasi akalar 180 mingdan uyda egasi hamma yoqda olib beradi. Olib bergan, ha. Yo, hozir xizmat haqqini aytdingizmi? Ha, xizmat haqqi. Xizmat haqqi shunaqa ekan akalar. Mana hozirgi xonamizdan bo'lakcha qilib ishlangan. Bu ham NDF. Ha, bu ham endi yangicha poson. Qo'ldan kelgancha qilganmiz. Bularni o'zingizlar chiqardinglarmi, gullarni? Osilib turgandi-yu. Ha, ro'yerda chiqarib bergan. Razmeri nechiga nechi? Bu ham 370 ga 5 metrda. 370 ga 5 metr ekan xonamiz. Anchagina katta, aynalar qo'yilgan, yorug'lik yaxshi tushyapti. Bu hozir ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda turibmiz. Pollari disp laminat qilingan. o'zingizlar qilgansizlar. Buni ham o'zimiz qilganmiz. Laminat pol qilingan. Un tagida yog'och to'sin tashalgan. Ha, yog'och to'sin tashalgan, beton emas. Shuni qanchadan qildinglar? 40 ming so'mdan qilingan bu. Ha, utupliti bor. Ha, utupliti bor bu. Utuplit bor. Akalar 40 ming so'mdan kvadrat metrini polini ham qilib ketishibdi. Akalarimiz, ustakalarimiz shu vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab xohlasa nomerlarni ko'p qo'yamiz akalar. Ekran qarshisiga pastga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Agar tunikafon bo'ladigan bo'lsa, hamma yoqda o'zingizlar olib kelasizlar. O'zimiz olib kelamiz. O'zlari olib kelishadi. Posonni aytib qo'ysa bo'ldi. Ha, posonni aytib qo'ysa bo'ldi, o'zi tanlaydi. Biz katalog ko'rsatamiz, ashunga qarab tanlasa, ashunga qarab chiqaramiz. Tunikafondan tashqari bunaqa NDF yoki dekor plasta qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga kvadrat metriga pul to'laysizlar. Qolgan materiallarni o'zingizlar olib berasizlar ekan akalar. Mana bu xonamiz bo'ldi. Yana bormi bu yerda? Endi koridor mana shu. Ha, bu koridorimiz ham. Yangi Bu qanaqa bu? Bu ham NDFdan. Aha. Tunikafon posonga o'xshatib yangilik qilib chiqarganmiz. Aha. Ha, tunikafonga o'xshabmi? O'xshab ham kesibdi. Men kirganda buni tunikafon deb o'ylabman. Bu tomoniga hozir endi tunikafon bo'ladi akalar. Xudo xolasa kommentariyaga yozib qoldiradigan bo'lsanglar, buni ham xudo xolasa qilinayotgan jarayonni yozib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu xonalarimizga keladigan bo'lsa, nechiga nechi bu? 370 ga 5 metr bu ham. 370 ga 5 metr. Anchagina katta qilib qilingan xonalar ekan. Bu patologiyamiz qanaqa posonda aka? Dekor plasdan oddiy poson bitta borti bor. Bular narxi qanaqadan chiqadi? Bu ham bir xil. Bu ham 40 ming so'm. Buni ham akalar kvadrat metri 40 ming so'mdan ekan. Bu tomonda ham bitta xonamiz bor. Bu yerda o'sha hozir nechta? 5 ta xonami? 6 ta. 6 ta xona ekan. Buni sal kichikroq o'xshayapti. Bu nechiga nechi bu xonamiz? 4 ga 370 bu ham. 4 ga 370, eni hammasiniki 370 ekan. Uzunasi 4 metr. 4 metr ekan. Bu ham mana oddiy posonda qilingan. Dekor plus bu ham. Bu ham dekor plus. O'rtasi oq, chekkalariga mana korishniy, korishniy rangda mana chiroyli qilib akalarimiz qilibdi. Buni ham kvadrat metri shunaqami? 40 ming so'm. 40 ming so'mdan. Xohlasa buni ham kvadrat metrlarini ko'rsatdik. Bu yerda ko'rsatdik. Xudo xolasa akalar kommentariyaga yozadigan bo'lsanglar, shu oldi tomonni tunikafon qilayotgan paytini xudo xolasa syomkalarni chiqarishga harakat qilamiz. Tunikafon qilinadigan bo'lsa, akalarimiz o'zlari hamma yoqda olib kelib, chiroyli qilib berishadi. Sizlar abetini qilib beradi. Uyda egasi shu abetini qilib bersa bo'ldi. Bu ishdan tashqari NDF dekor plasdan tashqari agar tunikafon qildiraman deydigan bo'lsanglar, lesa ham hamma yoq keladimi? Ha, hamma yoq o'zida keladi. Lesalari bilan xudo xolasa akalarimiz chiroyli qilib berishar ekan. Nomerlarini ko'p qo'yamiz, ekran qarshisiga pastga yozib qo'yamiz. Akalarimiz vodiy bo'ylab, faqat vodiy bo'ylab, yo'q, chetroqqa ham chiqarasizlar. Yo'q, Shu vodiy bo'ylab kim
shunaqa uy solib patolog qildiraman deydigan akalarimiz shu devorlarga ham, polga ham shu ustachilik bo'yicha hamma yoqda qilishaveradi akalarimiz. Eshik deraza o'rnatmaysizlar? Yo'q. Yog'och bo'lsa-chi? Yog'och bo'lsa o'rnatib Agar beraman. yog'och bo'ladigan bo'lsa, eshik derazalar ustakalarimiz o'rnatib ketadi. Shu patolog pol devorlarga xudo xolasa chiroyli qilib bezaklarni berib sizlarga xizmat qiladi akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Dilmurod Hurboyev kanalidan telefon qilib sizlar aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, yo'llar nima? Chegirmalar bo'ladimi? Chegirmalar qilib beraman. Xudo xolasa Dilmurod Hurboyev kanalidan ko'rib sizga telefon qilyapman deydigan bo'lsanglar akalar, ustakalarimiz chegirmalarni qilib sizlarga chiroyli qilib berishadi. Akalar sog' bo'linglar. Biz Andijon viloyat Paxtavod rayoni Hayravoddanmiz hozir. Hayravod qishlog'idan video syomkalarimizni olib boryapmiz. Hozir uyda egasi yo'q ekan, bo'lmasam noldan bu uyga qancha ketganini chiqarib o'tardik. Akalar, shuni ham kommentariyaga yozib qoldiradigan bo'lsanglar, xudo xolasa noldan shu shifrga davr qancha rasxod ketgan shularni ham yozib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Akalar, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sizlar bilan Dilmurod Hurboyev bo'ldi.